6 oylik o'g'lim bilan erim bilan ajrashdim. Qanday bo'ldi deysizlarmi? Videoni oxirigacha ko'ringlar. Nimaga oilangizni saqlab qolmadingiz? Baribir o'g'lingiz bor, nimaga unaqa qildingiz degan savollarga hozir shatda уже javob berib o'taman. Men agar bitta решение принять qilsam, уже orqaga qaytmayman. Значит, bu shunaqa серьезный problema bo'lgan ekanki, men bu narsani kechira olmadim и oldinga qadam bosdim. Birinchi turmushimda bunaqa chiroyli kelin bo'lmaganman, lekin ikkinchi kelin bo'lganim. Qaranglar, ну какая же я красивая. Shunaqa xursand, shunaqa baxtli o'zimni his qildim. Hayotim 360 gradusga o'zgarib ketdi. Iman shu haqida istoriyada juda ham ko'p gapirganman. Bir martagina istoriya qo'yganman. Menimcha bu istoriyadan keyin hamma tushunib olgan bo'lsa kerak. Ikkinchi syurprizlarni yaqin orada kutyapti. Storieslarimni обязательно ko'rib kuzatinglar, chunki bu yangilikdan sizlar просто shokda bo'lasizlar, qizlar. Xullas, to'y bo'lsa to'y bo'lsin deb ikkinchi kelinlik obrazimda o'zimni his qilgim keldi. Iloyim shunaqa kunlar ham menga nasib qilsin. Turmushga chiqadigan qizlar meni внимательно eshitinglar. To'yi bo'layotgan qizlarga zo'r yangilik. Farg'onani hamma salonini aylanib, oxiri mushtariy salonida to'xtadim qizlar. Mushtariy salonida har hafta yangi kolleksiya keladi. Hamma kolleksiyalarga 80% skidka beriladi qizlar. Ulgib qolinglar. Trendoviy makiyaj ham ko'ylakda ichida. Obrazimga qarab qizlar baho beringlar.